بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, aziz dindoshlar, yurtdoshlar, Allohga shukronalarimiz bo'lsin. Siz bilan biz ulug' va fazilatli kunlarga ham yetib keldik. Mana Alloh nasib qilsa, Sha'bon oyining o'rtasi bo'lgan nisfu Sha'bon baroat kechalariga ham sog' omon yetib keldik. Bugundan ertaga o'tar kechasi baroat kechasi. Alloh bu kechani bizga qutlug', muborak qilsin, fayzli qilsin. Alloh bandalariga o'ta mehribon. Qarangki, bizning umrimizni qisqaligidan, amallarimizni kamligidan Alloh taolo bizga shunday fazilatli kunlarni berdi-da. Bo'lmasa bu qisqa umrimiz dunyo tashvishlari bilan ovora bo'lib, savob amallarimizni qanday to'ldiramiz ekan deb yig'lab yuramiz. Ertaga taroziga qo'ysak, savobim og'ir kelarmikin, gunohim og'ir kelarmikin deb tashvish qilamiz. Lekin Alloh taolo qisqa umrlik bandasiga, bizlarga mana bunday fazilatli kunlarni berdi. Qadr kechalarini berdi. Ramazon oylari tunlarini berdi. Arafat kechasi va Arafat makonini berdi, duolar qabul bo'ladigan. Har xil kunlarni va daqiqa soatlarni berdi. Juma kunlari, juma kunining ichida ba'zi bir daqiqa soatlar va mana shular qatorida bugungi kecha baroat kechasini ham berdi Alloh. Bu kechada qilinadigan duolar mustajab azizlar. Bu kechada qilinadigan ibodatlar fazilatli kun hisoblanib, ibodatlarimiz maqbul bo'lgan inshaalloh. Endi ijtimoiy tarmoqlarda bu kecha haqida turli gaplarni eshityapmiz. Bir xilgilar hatto buni bid'at deyapti, bir xilgilar kerak emas deyapti. Lekin buni tortishni o'rniga shu kechani ibodat bilan o'tkazishlikni haqida gaplashsak qanday ham yaxshi bo'lardi. Axir tunda ibodat qilaylik, tunda duo qilaylik deb aytilyapti. Qolaversa, bir necha asrlardan beri bizning muborak mazhabimiz va bizning mushtahid ulamolarimiz targ'ib qilib kelgan bu kechani bid'atga chiqarishlik o'zi bid'at emasmi? Ana shuning uchun bugun siz azizlarga Sha'bon oyining o'rtasi haqida va unda qilinajak amallar, ibodatlar haqida ma'lumot berishlikni o'z burchim deb bildim. Baroat kechasi, baroat deb ataydi buni xalqimiz. Bu degani ozod bo'lish ma'nolarida, qutulish ma'nolarida, poklanish ma'nolarida. Bu kechada Alloh juda ko'pchilikni do'zaxning otashidan ozod qilar ekan azizlar. Shuning uchun bu kecha baroat kechasi bo'ldi. Keling Rasulimiz alayhissalomni bu haqida aytgan ba'zi hadislarini eslab o'tamiz. Zero hadis juda ham ko'p ekan. Kitoblarda bu haqida juda ham ko'p gaplar bor ekan. Lekin bugun vaqtimizni e'tiboridan ibodat bilan o'tkazishlik borasidagi tavsiyalarni berib qo'ymoqchimiz. Ana Ali radhiyallohu anhu, Hazrati Ali rivoyat qilgan bu hadisni aytadilar. Ani Nabiy sallallohu alayhi va sallam قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Rasulimiz alayhissalatu vassalam shunday dedilar. Sha'bon oyini o'rtasidagi kecha kelsa, ya'ni baroat kechasi kelsa, uning tunini bedor o'tkazinglar. Kunini ro'zasini tutinglar. Ya'ni baroat kechasida tunini ibodat bilan bedor o'tkazib, tong otganda ro'zasini tutinglar dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Nima uchun? Fa innalloha yanzilu fiha li ghurubish shams ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfir fa aghfir lahu. Chunki o'shanda Alloh quyosh botish paytida dunyo osmoniga tushadi va tong otguncha shunday deb turar ekan Alloh. Ala min mustaghfir fa aghfir lahu. Qani istig'for aytuvchi bormi? Uni mag'firat qilaman. Ala mustarziq fa arzuqahu. Mendan rizq so'raydigan bormi? Unga rizqini beraman. Ala mubtalan fa uafiyahu. Bir baloga yo'liqqan, mubtalo bo'lgan bormiki, men unga ofiyat berurman. Ala kada va kada. Qani falonchi, qani undoq, qani bundoq deb, ya'ni hamma narsani so'rab chiqargan Alloh taolo. Hatta yatlu al-fajr, to bomdodgacha. Buni Ibn Moja rivoyat qildi hadisda, azizlar. E'tibor bering-a, Alloh taolo baroat kechasini quyosh botganidan boshlab ertalabgacha o'zi so'rayapti. Mendan kechirim so'raydigan bormi? Tavbasini qabul qilay. Rizq so'ragan bormi? Rizqini beray. Ofiyat so'ragan bormi? Bir mubtalo bo'lgan, men unga ofiyat beray. Falonchi bormi? Men unga uni beray deb so'rar ekanda, bu kechani g'animat bilish kerak ekan azizlar. Bu kechada ko'proq
ibodat va duolar bilan qilib o'tkazish kerak. Hazrati Alidek zot bu hadisni bizga bekorga rivoyat qilmaganlar. Endi bundan keyin buni tortishligimiz qanchalik aqlga to'g'ri keladi azizlar. Yana hadis Oysha onamizdan. Bu hadisni Ibn Moja, Termiziy, Imom Ahmad rivoyat qilishgan. Oysha onamizdan. Oysha onamiz aytibdilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana xonamga kirdilar dedilar. Kirib kiyimlarini yechdilarda, keyin birdan kiyimlarini kiyib chiqib ketdilar. Men hayron bo'ldim. Orqasidan chiqdim dedilar. Qayerga ketdilar dedim. Boshqa uylariga kirdimikin dedim. Qalbimda rashk uyg'ondi dedilar. Orqasidan izlab borsam, u zot va barakot Baqiy qabristonida duo qilib osmonga qarab o'tirgan ekanlar. Men uyalib ketdim dedilar. Xijolat bo'ldim. Bu zot nima qilyaptilar u? Ummatning g'amida duoda-yu, men nimani o'yladim dedimda, orqamga yugurib qaytdim. Hujramga kirganimda orqamdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirdilar va men tez yurganim uchun nafasimni boshqacha olayotgandim, ya'ni qansirab olayotgandim. Menga qarab, bu nima nafas olish? Oyisha dedilar. Shunda men sizni orqangizdan bordim, izladim deb aytgan edim. Alloh va uni rasuli senga zulm qiladi deb o'yladingmi? Senga adolatsizlik qilarmidi? Bugun Jabroil alayhisalom menga tushib, bugun baroat kechasi, Sha'bonning yarmi. Bugun Alloh taolo hammani duosini qabul qiladigan, bugun mana shu Kalb qabilasining qo'yini yungi adadicha odamlarni mag'firat qiladigan kun ekan. Mana buni xabarini berdi dedilar. So'ngra Oysha onamizdan Rasulimiz alayhisalom ibodat qilishlikka ruxsat so'radilar. Men ibodat qilaman dedilarda, sajda qildilar dedi. Shu qadar uzoq sajda qilib turdilarki, men u zotning ruhi qabz qilindimi deb o'ylab qoldim dedilar. Qo'rqib ketdim dedilar. Borib oyoqlarini ushlab qimirlatgan edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda oyoqlari qimilladilar. Men tinchlandim dedi. Shunda u zotni duo qilayotganini eshitdim. U zot sajdada quyidagi duoni qilar edi dedilar. Allohumma inni a'udhu bi'afika min iqabik va a'udhu biridaka min sakhatik va a'udhu bika minka jalla wajhuka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Duoni tarjimasi quyidagicha. Ey Alloh, men sening afing bilan azobingdan panoh so'rayman. Seni rizoying bilan g'azabingdan panoh so'rayman. Seni o'zingdangina panoh so'rayman. Sen buyuksan. Seni o'zingga sano aytganingdek men senga sano ayta olmayman. Ushbu duoni qildilar azizlar. Buni ulamolar mana shu baroat kechasida qilinadigan duo deydilar. Mana shu duoni ko'p qilish kerak. Xohlang buni o'zbekchasini qiling, tarjimasini qiling. Ayni mana shu ma'nolar ichida, ya'ni Allohdan afv so'rayapti. Alloh taoloni azobidan qo'rqishimizni bildiryapti va Allohga aytayapmiz: Alloh senga, sen o'zingga sano aytganchalik men sano ayta olmayman deyapti. Ya'ni seni maqtashlikda ojizman. Qancha maqtovlar bo'lsa senga oz deyapti-da. Mana shu sanolarni aytib, duolarni aytib, bugungi baroat kechasini o'tkazishlik kerak azizlar. Boshqa bir hadislarda Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, shu kuni Allohning hammaga rahmati tushib turadi, ammo bir nechta toifa kishilar bor ekanki, Alloh saqlasin, ularga shu kechada ham Allohning rahmati tushmas ekan. Ular Allohga shirk keltirgan, qarindosh urug'idan arazlashib yuz ko'rmay qolgan odamga ham Allohning rahmati tushmas ekan shu kun. Va husumatchiga, boshqalarga gina qilgan, husumat qilib turgan odamga, mutakabbir odamga ham Allohning rahmati tushmas ekan. Ota-onaga oq bo'lganlarga ham azizlar. Alloh saqlasin. Shuning uchun hozir imkoniyatimiz borida keling bir-birimizdan uzr ma'zur qilaylik azizlar. Kimni ko'nglini og'ritgan bo'lsak uzr so'raylik. Men uzr so'rayman. Kimni ko'nglini og'ritgan bo'lsam, xafa qilgan bo'lsam, azizim, aziz birodarim, aka-ukam, meni uzrimni qabul qil deb aytish kerak. Uzr so'rash kerak. Hech bo'lmasa telefon orqali qilib bo'lsa ham uzr so'rang. Keling endi hamma narsani unuting. Bugun Allohning rahmati yog'ilib turgan kechada keling endi ozgina insoniylik bilan bo'lgan xatolarni kechirib yuboring. Alloh taolo bir qavmni qo'ylarini yungi adadicha gunohkorlarni kechirib turganda siz bitta jigaringizni kechira olmaysizmi? Akangizni, ukangizni kechira olmaysizmi? Bu qanday qalb bo'ldi endi? Kechirish kerak.
uzr so'rash kerak. Qanday qilib bo'lsa ham uzr ma'zur qilish kerak. Ota-onasi borlar, ularni duolarini olish kerak. O'tganlarni haqqiga duo qilib, poklik bilan mana shu tunni o'tkazish kerak asizlar. Bu tunni azizlar maxsus bir ibodat qilishlik ko'rsatmasi yo'q. Aytaylik, bu tunda mana bunday qilish kerak, to'planish kerak, jamoat bilan masjidga yo bir xonadonga degan ko'rsatma yo'q. Bu tunda hammamiz o'zimiz xoli chiroyli qilib o'tkazaylik. Tunni yaxshilik bilan, ibodat bilan, yuqorida o'rgatilgan duolar bilan o'tkazish kerak. Va shuni barobarida men butun xalqimizdan iltimos qilar edimki, duolaringizni faqat o'zingiz uchun qilmang azizlar. O'zi uchungina duo qilgan odam baxil bo'ladi. Duo qilganingizda azizlar, boshqalarni ham, birodarlaringizni ham duo qiling. Duolarda eslang. Modomiki bugun duo mustajab ekan, bugun duolaringizda yurtni haqqiga, vatan haqqiga duo qiling. Bu vatan bizniki azizlar. Bu yurt bizniki. Modomiki Alloh taolo to tongga qadar mendan rizq so'raydigan bormi, rizqini beraman. Ofiyat so'raydigan bormi, ofiyat beraman. Mendan istig'for so'raydigan bormi, mag'firat qilaman deb nido qilar ekan, Allohdan so'rashimiz kerak. Allohim bu vatan, bu yurtimizning xalqini, rizqini ulug' qilgin deb so'rash kerak. Gunohlarini kechirgin, balo, ofatlardan saqlagin deb duo qilish kerak. Va shuning bilan birga azizlar, yurt boshini, davlat rahbarini duo qilish kerak. Bu Fuzayl ibn Iyoz rahimahullohning tavsiyasi. Ulug' zotlardan bo'lgan Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh aytadilar: "Meni agar bitta duoyim bo'lsa-yu, shu duoyim aniq qabul bo'lishligini bilsam, men yurtni rahbarini haqqiga duo qilardim" deyaptilar. Shunda odamlar so'radi: "Ey Abu Ali, bizga tushuntirib bering, nega unday?" dedi. "O'zimga duo qilsam, uni foydasi faqat menga bo'ladi. Agar yurt rahbarini duo qilsam, bu bilan butun insonlar va jamiyatga foyda bo'ladi" degan ekanlar. Yurt rahbarini duo qilsak, butun jamiyatga manfaat bo'ladi. Shuning uchun bugungi baroat kechasidagi duolarimizda yurt, vatan, davlat rahbari va barcha azizlarimizni duo qilishimiz kerak. Bugun faqat yaxshilik duolari bilan o'tkazishimiz kerak tunda azizlar. Nima so'rasak boshqasiga duoyimizni senga ham deb turadigan farishta borligini esdan chiqarmaslik kerak. Ha, bugun duo qabul bo'lar ekan, falonchi mana dushmanim edi, bugun uni bir duo qilaman demang azizlar. Senga ham deydigan farishta borligini unutmang. Yaxshisi hammaga baraka so'rang, tinchlik so'rang, osoyishta so'rang va o'zimiz uchun ham gunohlarimizni mag'firat qilishligini so'rab duo qilishimiz kerak. Tunimizni osuda qilsin Allohim. Butunda qilinajak duolarimiz mustajab bo'lsin. Jannatida jamoliga musharraf aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.